So'raganingizdek, bugun sizlar bilan uyga kirganda bajariladigan sunnatlar bilan tanishamiz. Birinchisi, bismillahni aytib o'ng oyoq bilan kirish. Ikkinchisi, salom berish. Agar uyda kimdir bo'lsa, odatdagidek assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyiladi. Agarda uyda birov bo'lmasa, assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deb aytiladi. Zero Alloh taolo Nur surasining 61-oyatida uylarga kirsangiz Allohdan bo'lgan pokiza va muborak takbir ila salom aytingiz deydi. Bundan tashqari Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim odam yashamaydigan uyga kirsa, assalomu alayna va ala ibadillahi solihin, ya'ni bizlarga va solih bandalarga salom bo'lsin deb aytsin deydilar. Uchinchisi, kirish duosini o'qish. Allohumma inni as'aluka khayral mawlaji va khayral makhraj. Bismillahi walajna va bismillahi kharajna va alallohi robbina tavakkalna. Bu duo uydan kirishda yu chiqishda doimo Alloh taologa tavakkul qilib unga bog'lanib turishni eslatadi. Yana bir unutilayotgan sunnatlardan biri uyga kirganda misvok ishlatish. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam uyga kirganlarida birinchi bo'lib misvok tutar edilar. Yana qaysi amallarning sunnatlarini bilmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.